Assalomu alaykum Mr. Devlon kanali muxlislar. Bugun ajoyib kun. Bugun mana 4-iyun sanasida navbatdagi Devlon DX210 tali ekskavator, ya'ni injektor dvigatel Euro 3 dvigateldagi ekskavatorimiz baraka bo'ldi, sotuv bo'ldi Navoiy viloyatiga va yonimizda o'sha firmada ishlovchi akamizlar kelganlar. Aka, muborak bo'lsin. Aka, tegidan shamol o'tib tursin. Aka, firmamiz nomidan arzimagan sovg'a, ekskavator uchun kerak bo'ladigan narsalar. Rahmat. Va shaxsan o'zizga ekskavator kaltini topshiraman, aka. Undan tashqari shaxsan o'zimdan smart aqlli soat, aka. Ekskavatorchilikka kerak bo'ladi. Haligi soat bay deydi-yu. Rahmat. Ishonch, aka. Rahmat. Texnika haqida fikrlaringiz, aka? Texnikani Devlon Dosan Devlon bo'lib chiqdi. Ana bo'lib bu eshitganmiz, ko'p ekskavatorchilar tomonidan bizga shuni tavsiya qilingan. Buni ishlashlari, o'sha ishlash tezliklari ancha qolgan ekskavatorlarga nisbatan ancha zo'r deb eshitganmiz. Shu sababli shu ekskavatorni tanladik. Yaxshi ekskavator, o'zim ham ishlataman anchadan beri. Hammaga tavsiya qilaman. Aka, rahmat. Rahmat. Aka, barakasini bersin. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik. Salomat bo'ling, aka. Sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarga ham shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, koreyskiy texnikalar originali kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.